Assalomu alaykum. Demak, bizda tanqidiy fikrlash bo'yicha haqiqiy imtihonda tushgan 2024-yilda tushgan savollardan birini tanishamiz. Bu yerda Sardorning kompyuteri USB ga ulansa buziladi. Xo'p, boshqa sabablar bilan buzilishi mumkin edi, lekin mana bu joyda aytib qo'yapti. Demak, kompyuteri buzilsa, bunga sabab USB bo'ladi. Boshqa sabab yo'q. Bunga sabab faqat USB deyapti bu yerda. Buzildimi? Aniq bu USB demak ulangan unga deb demak ma'lumot beryapti bizga. Yuqoridagi demak fikr to'g'ri bo'lishi uchun quyidagilardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi kerak? Xo'p, USB faqatgina kompyuterlarni buzadi. Endi USB ni faqat kompyuterlarga demak ulasak bo'ladimi degan savol borda. Yo'q, uni televizorga ham ulash mumkin. Demak, bu yerda faqatgina kompyuterlar buzadi emas, balki televizorlar ham demak buzishi mumkin hisoblanadi bu. A javob xato. B javob. Kompyuterlar faqatgina USB orqali buziladi degan demak javob bizning matnimizdagi matn agar to'g'ri bo'lsa, uni ma'nosi B ni beradi. Kompyuterda demak hech qanday qilib boshqa shartlar bilan buzib bo'lmas ekan, faqatgina demak mana shu bunga sabab USB bo'ladi. Boshqa sabab demak bo'lmaydi degan javob bo'lyapti. Demak, to'g'ri javob B hisoblanyapti. Endi C javobni ko'radigan bo'lsak, eng zamonaviy kompyuterlar USB orqali buziladi. Yangi va eski demak kompyuterlarda nima orqali buzilishi aytilmagan. Bu yer yangi va eski kompyuterlar haqida ma'lumot yo'q. D. USB kompyuterlar uchun eng zararli qurilma. Balki undan ham zararli qurilmalar bo'lishi mumkin, lekin ular buzmasligi mumkin. Biz buni aniq ayta olmaymiz. To'g'ri javob B bo'lar ekan.